Kitap o'qiydigan yigitlar dengiz kabi cho'nqur, buloq kabi pokiz va go'zal bir qalbning egisidir. Men kitap o'qiydigan yigitlarni hurmatlayman. Chunki ular yigitlik qimmatining nima ekanligini, erlik majburiyatlarini va naqadar buyuk mas'uliyatning esi ekanligini his qila oladi. Shundaqla eng to'g'ri ravishda ijro qilishga tirishadigan, hozirda yashaydigan yigitlardir. Men kitap o'qiydigan yigitlarni ulug'layman. Chunki ular ojiz qiz ayollarning izzat hurmatini, obro'yini qo'g'dashning o'z g'ururini qo'g'diganlik ekanligini biladi. Ular g'urur izini qoldirib ketgan ota-bovlarimizning tirik shohidi bo'la oladi. Ey yigitlar, kitap o'qinglar. Shu ojizalarning baxt g'unchalarini to'zitadigan emas, balki shu qadar fasohatlik chin so'zinglar bilan ayollik hislarini uyg'otib, tarix sahifalaridan o'rin olgan ulug' onalarimizning varisi bo'la olish uchun. Yana shunday yigitlardan bo'linglarki, biz sizlarni ko'rgunimizda ko'zinglarga tikilib qaray olmasdan beshimizni tuvan silib o'tib ketgandek holda aymanadigan. Ana shu vaqtda qizlar kelishgan yigitlarga emas, hayotini go'zal qilgan yigitlarga bog'lanib qolg'usi.